Ronaldo va Irina Sheykning nega ajrashgani haqida bilasizmi? Ular ilk bor reklama suratga olish jarayonida tanishishgan. Cristiano Ronaldoning Irinaga ko'ngli tushadi va munosabatlar juda tez jiddiy tus oladi. Futbolchi sevgilisiga qimmatbaho sovg'alar taqdim etadi. Juftlik uzoq vaqt ideal juftlik sifatida ko'riladi. Biroq vaqt o'tishi bilan qarashlar o'rtasidagi farq sezila boshlaydi. Ronaldo uchun oila har doim birinchi o'rinda bo'lgan. Irina esa ko'proq faoliyati va karyerasiga e'tibor qaratgani aytiladi. Bu holat nafaqat Ronaldoning o'ziga, balki uning onasiga ham ma'qul kelmagan. Aytilishicha, munosabatlarga yakun yasagan vaziyatlardan biri Irinaning Ronaldodan "Nega doim onang bilan yurasan? Uni biroz tinch qo'y. Mening ham onam bor, lekin men har doim ham uni o'zim bilan sudrab yurganim yo'q-ku", deya e'tiroz bildirgani bo'lgan. Shunda Ronaldo shunday javob qaytargan: "Men har qanday insondan, jumladan sendan bir ondayoq voz kechishim mumkin, ammo onamdan emas. Bugungi muvaffaqiyatim uchun u hayotini bag'ishlagan. Ilk butsalarimni olib berish uchun bir vaqtning o'zida bir nechta joyda ishlagan. Tirik ekanman, onam doim men bilan bo'ladi. Onangizni qadrlang. Videoga like bosishni va obuna bo'lishni unutmang."